Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari hamda mijozlarimiz. Bugungi video roligimizda ham noutbuklarda obzori, ham narxlari, plus sizlar so'ragan Far Cry 6 o'yinida ushbu ko'rib turgan noutbuklaringizda to'liq testlari bo'ladi. Qancha FPS beradi, nima qanaqa bugungi video roligimizda to'liq bilib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, bu noutbukimizning narxlari, to'liq parametrlari, kimlar uchun to'g'ri keladi, holatlari va batafsil to'liq ma'lumotlar bilan ham bugungi video roligimizni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil tanishib chiqish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Birinchi modelimiz kommentariyalarda eng ko'p so'ralgan model Asus ROG Strix modelidan bo'ladi. Keyingi modelimiz Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition variantidan bo'ladi. Hamda O'zbekistonda eng ko'p sotilgan model, почти har 3 ta odamdan bittasida bor bo'lgan model HP Victus modeli ham bo'ladi. Plus ko'pchilik bu modelimizni ham so'radi. O'ta ham skromli notebook, Yevropada juda ham keng tarqalgan Acer Nitro V15 modellaridan obzorlarimiz bo'lib o'tadi. Birinchi bo'lib sizlar bilan Asus ROG Strix modelimizdan obzorlarimizni boshlaymiz. Noutbukimiz holatlariga keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi zo'r holatda turibdi. Ichki korpuslari ham matviy holatda. O'zingizlar video davomida ko'rib o'tgan bo'lsanglar kerak. Noutbukimizni ishlab chiqarilishida ikki xil materialdan foydalanilgan bo'ladi. Birinchisi premium plastmassa, ichki tag korpuslari premium plastmassadan bo'ladi. Ust korpuslari esa to'liq alyumin, ya'ni metal korpus bilan jihozlangan bo'ladi. Noutbukimizni ko'pchilik mijozlarimiz, onlayn mijozlarimiz orqalarini ham ko'rsatib o'tib ketinglar deydi. Mana sizlarga qanaqa viddaligini ko'rsanglar bo'ladi. Noutbukimizni qo'shimchalari bilan to'liq tanishib o'tib ketmadik. Hali endi to'liq tanishib o'tib ketamiz. Birinchi qo'shimchasi to'liq podsetka keltirasi hamda podsetkasi mavjud. Undan tashqari ekrani Dolby Vision hisoblanadi. 144 Hz 15.6 dyuymli Full HD IPS displeylar joylashtirilgan bo'ladi va akustika sistemalariga keladigan bo'lsak, noutbukimizda Dolby Audio akustika sistemasi joylashtirilgan. Endi hamma qiziq bo'lgan joyi parametrdan oldin Far Cry 6 o'yinini o'ynab ketamiz. Far Cry 6 o'yiniga kirganmiz, faqat o'yin o'ynashdan oldin qilinish kerak bo'lgan qadamlar bor. Birin-ketin ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda Armoury Crate programmasini ochamiz. Sizlarda shu rejimda bo'ladi, effektiv rejimda bo'ladi. Zaryadkaga tiqqanimizdan keyin turbo rejim qo'shiladi. Turbo rejimga o'tkazamiz noutbukimizni. Bunda kulerlari, ramlari, to'liq protsessorlari turbo rejimga o'tadi. Bundan keyin устройство bo'limiga o'tamiz. Modelimizni tanlaymiz noutbukimizni va sizlarda xuddi shunaqa bo'ladi. 1, ikkinchi menyu, uchinchi menyuga o'tamiz. O'tib optimizatsiyani bitta yoqamiz. Yoqqanimizdan keyin noutbukimizdan перезагрузкani so'raydi. So'ramadi, chunki buni tayyor o'zimiz qilib qo'yganmiz. Sizlarda перезагрузкani so'raydi. Bu ishlarni qilib bo'lganimizdan keyin o'yinga kirib bemalol maza qilib o'ynasak bo'ladi. Xo'p, hozir bizda o'rtacha FPS eng past nastroykalarda 110-120 FPS oralig'ida, mana ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Endi buni sizlar bilan hozir sredniy nastroykaga o'tkazamiz. Xo'p, mana ko'rayotganinglarda eng past nastroykasi endi sredniy nastroykasiga o'tdi. Endi necha FPS beradi, nima qanaqa ko'ramiz. O'rtacha bizda FPS 90 dan 95 FPS oralig'ida, mana ko'rayotganinglardek. Ba'zida 85, 90, o'rtacha примерно 85 dan 95 FPS gacha. Far Cry bilasizlar, juda ham ob'yomi katta o'yin. Endi bundan keyin высокий настройкаlarga qo'yamiz. Sredniydan balandroq. Высокий настройкаga qo'ydik. Endi necha FPS bizda bor? Xo'p, bizda o'rtacha 90 FPS oralig'ida FPS. Xo'p, hali bo'lmadi. 80 FPS oralig'ida, xudo xolasa FPS beryapti. Endi eng balandiga qo'yib ko'ramiz. Ultrada necha FPS beradi ko'ramiz. Shu ultrada ko'rganinglardek shadowlar qo'shildi. O'zi ko'p narsalar, effektlar qo'shildi. O'rtacha bizda 70-60 FPS oralig'ida. Noutbukimizda AMD Ryzen 9 5900HX protsessorlari joylashtirilgan professional protsessor. 2026 yil va 2025 yilda aktualligini yo'qotmagan protsessorlardan biri. Hozirgi kunda 3D Max, undan tashqari video montaj sohalarini bemalol o'rgansanglar bo'ladi va kiberbezopasnost ham o'rgansanglar bo'ladi. Protsessor yadro potoki 8 yadro 16 potok, boshlang'ich Hz 3 Hz dan max boostda 4.7, ya'ni 470 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralariga keladigan bo'lsak, 16 GB DDR4 3200 chastotada buni bemalol 32 GB gacha upgrade qilsanglar bo'ladi, ya'ni kuchaytirib olsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralarga keladigan bo'lsak, 512 GB
Buni ham sizlar byudjetinglar ko'targancha upgrade qildirsanglar bo'ladi. Notebookimiz video kartasiga keladigan bo'lsak, bu notebookimizda naqd ikkita video karta joylashtirilgan. Birinchi video kartasi ekonom rejim uchun AMD Radeon TM video karta, ikkinchi video kartasi обновление bo'lyapti. Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video kartalari mavjud. Bu notebookimizni kimlar uchun tavsiya beramiz? Video montajda ishlaydigan mijozlarimiz uchun, 3D Max ishlaydigan mijozlarimiz uchun, ya'ni boshlang'ich professional darajada video montaj uchun ham bemalol to'g'ri keladi. Bundan tashqari video kartani ishlatmaydigan kiber xavfsizlik sohalari va veb dasturlash sohalari uchun tavsiya beramiz. Va yana barcha programmistik sohalar uchun ham notebookimiz to'g'ri keladi. Bundan tashqari men aytib o'tmagan soha vakillarim uchun ham bemalol to'g'ri keladi. Faqat hozirgi aytib o'tgan soha vakillarim bu notebookni olib ishlatadigan bo'lsa, shunda notebookni to'liq kuchini ishlatib, maza qilib foydalana oladi. Shuning uchun sizlar ham ikkilanmasdan, agar ko'proq byudjetinglar bo'lsa, bemalol olsanglar bo'ladi. Ya'ni studentlar, o'qituvchilar, buxgalterlar, undan tashqari bo'sh mahalda o'yin o'ynab turadigan mijozlarimiz uchun ham notebookimiz to'g'ri keladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsa, YouTube'dagi mijozlarimiz uchun, YouTube kanalimizga obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun $595 qilib beramiz. Albatta garantiyalari bor. 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalarni ham albatta obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun qilib beramiz. YouTube'dan ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, aytsanglar, bir og'iz gapinglarga sizlarga bonuslarni qo'shib berishadi, xudo xolisa. Obzorimizdagi keyingi modelimiz HP Victus 15 modelidan. Notebookimizning holatlari juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi. Matoviy holatda. Ideal desak ham bo'ladi, ideal holatda turibdi. Ust korpuslarini qaranglar. Juda ham zo'r holatda. Notebookimiz to'liq korpusi premium plastmassadan foydalanilgan. Tag korpuslari ham juda ham yaxshi, zo'r holatda. Notebookimizning qo'shimchalariga keladigan bo'lsak, bu notebookimizda oq rangdagi patsiyetik ekranlar bor. Bu qo'shimchasiga Copilot sun'iy intellekt knopkasi joylashtirilgan bo'ladi. Buni ko'pchilik sun'iy intellektli notebook deb o'ylaydi. O'zi aslida bu sun'iy intellektli notebook degan ma'noni bermaydi. Bu knopka oddiy Copilotni ochib beruvchi knopka hisoblanadi. Tasavvur qilishlar uchun aytaman, mana masalan Windows knopkasi bor. Bu knopka adashmasam 70 yildan beri bor. Bosadigan bo'lsanglar Windows'ning menyulari kelib chiqadi. Qanaqa operatsion sistema bo'lmasin, ya'ni Windows qaysi operatsion sistemasi bo'lmasin, shu knopkani bossanglar Windows menyusi chiqadi. Bu ham xuddi menyuga o'xshagan, sizlarga oddiy tushuntirib berish maqsadida aytyapman. Oddiy menyuga o'xshagan knopka xolos. Bu sun'iy intellekt notebookda borligini bildirmaydi. Sun'iy intellektning knopkasi borligini bildiradi xolos. Qachonki notebookda sun'iy intellekt bo'ladi, qachonki notebook ultra protsessorli bo'lsa yoki AMDda eng flowy protsessorligi bo'lsa. Masalan, bu knopkasi bor, demak, bu yerda ham sun'iy intellekt bo'lish kerak edi odamlarning мненияsi bo'yicha, ba'zi bir sotuvchilarning мненияsi bo'yicha, lekin unaqa emas. Sun'iy intellekt qachon bo'ladi? Ko'rayotganinglardek task managerga kirib olganmiz. Wi-Fi ni tepasida NPU degan yozuv bor, NPU degan yozuv bor. Xuddi CPU ga o'xshagan, ya'ni central protsessor yozuviga o'xshagan yozuv turadi. Agarda notebookda rost ekan neyron protsessor, ya'ni sun'iy intellekt protsessori mavjud bo'lsa, bu notebookda afsuski hamma HP Victus modellarida AMD bazasida yig'ilganlaridan tashqari HP Victus Intel protsessorlarida afsuski neyron protsessori yo'q. Lekin AMD protsessorli Victuslarda neyron protsessorlari bor. Ba'zi birlarida. Neyron protsessorni bilib oldinglar, Wi-Fi tepasida NPU yoki NPU deb yozuv turadi. Notebookimizda Intel Core i5 13420H protsessorlar joylashtirilgan, 8 yadro 12 potok, boshlang'ich gertsi 2.1 Gz dan maksimusda turi 6, ya'ni turi 60 Gz gacha razgom ola oladi. Tezkor xotiralari bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, notebookimizda 16 GB DDR4 3200 megashinali tezkor xotiralari bor. Buni bemalol yana sizlar 32 GB gacha kuchaytirsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari esa 512 GB. Buni ham byudjetinglardan kelib chiqib bemalol upgrade qildirsanglar bo'ladi. Video kartalariga keladigan bo'lsak, notebookimizda ham Intel UHD ikkita video karta mavjud. Birinchisi ekonomistlar uchun Intel UHD, ikkinchisi Nvidia GeForce RTX 4050 6 GB video kartalari mavjud. Endi sizlar bilan Far Cry 6 o'yinida o'z notebookimiz o'zini qanaqa tutadi bitta ko'ramiz. Far Cry 6 o'yinidamiz, eng ultra nastroykasiga qo'yilgan. Hozir bitta sizlar bilan ko'ramiz. Mana eng ultra nastroykasida o'rtacha FPS so'z ko'ramiz. O'rtacha FPS bizda hozir 55 dan 60 FPS oralida. Xo'p, endi o'rtacha nastroykasiga qo'yib ko'ramiz. Yana bitta tarafini aytib o'tib ketaman. Buni to'liq drayverlar hali o'rnatilmagan ekan. Shu obzor boshlangandan keyin bildik. To'liq o'rnatilgandan keyin bu FPS ga ya'ni 20-30 FPS qo'shiladi. Bizda sredniy nastroykada 60
5-60 FPS oralig'ida. To'g'ri, sredniy emas, baland настройкасы, высокий настройкасida shunaqa FPS. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Endi sredniyda qo'yib ko'ramiz. Sredniy FPS necha FPS beradi? Bizda o'rtacha 70 FPS oralig'ida bo'lib turibdi. Endi eng past настройкasiga qo'yib ko'ramiz. Gachda sredniyda turibdi, eng pastga qo'ydik. Necha FPS beradi qani? O'rtacha bizda yetmish FPS oralig'ida. Bu notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? 3D Max'da endi boshlagan mijozlarimiz uchun, o'rta darajada ishlaydigan mijozlarimiz uchun, undan tashqari video montajyorlar uchun, Photoshopda ishlaydiganlar uchun, grafik dizayner, video montajyorlar uchun to'g'ri keladi va kiberxavfsizlik, dasturchilik sohasida ishlaydigan mijozlarimiz uchun ham 100% to'g'ri keladi. Protsessorlar ham Edge protsessor bo'lgan hisobiga ikkilanmasdan sizlarga kiberxavfsizlik sohasida ishlaydiganlarga tavsiya berib qolaman. Xo'p, yana men aytib o'tmagan sohalarim juda ham ko'p. Bu sohalar uchun ham bu notebookimiz birdek to'g'ri keladi. Faqat video boshida aytib o'tganimdek, men aytgan sohalarda mijozlarimiz olib ishlatigan bo'lsa, bu notebookimiz keyin to'liq kuchda ishlaydi va maza qilib ishlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Notebookimiz narxiga keladigan bo'lsa, notebookimiz narxini YouTube'dagi mijozlarimiz uchun bonuslari bilan va 12 ta viloyatga tekin dastavkalari bilan va bepul konsultatsiya bilan $599 qilib beramiz. Agar sizlarga aytilmagan informatsiyalar bo'lsa, yo o'zingizlar qiziqgan informatsiyalar bo'lsa, lekin men aytmagan bo'lsam, bemalol shu yerda nomerlar qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib bog'lanib, nima qanaqa o'zingizlarga qiziqtirgan savolinglarni bemalol berib javob olsanglar bo'ladi. Notebookimizni ham sizlar uchun olib qo'yamiz. Obzorimizdagi 3-modelimiz Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition variantidan bo'ladi. Advantage Edition variantini o'tgan videoda ham qilganmiz. Bu sal boshqa chorog'i. O'tgan videodagi Ryzen 9 edi, bunisi Ryzen 7. O'zi Advantage Edition nima desanglar, to'liq AMD bazasida yig'ilgan bo'ladi. Ya'ni protsessor AMD, videokarta AMD bo'lgan hisobiga va AMDda hamma to'liq funksiyalari bu notebookda borligi hisobiga nomi shunaqa. Advantage Edition. Xo'p, qo'shimchalarga kelishdan oldin sizlar bilan bitta holatlarni ko'rib o'tamiz. Juda ham yaxshi, zo'r holatda turibdi, matviy holatda. Juda ham skromli notebook. Ichki korpuslari, tagi va ustki korpuslari, ya'ni ichki va tag korpuslari to'liq premium plastmassadan foydalanilgan, ishlab chiqarilgan. Ust korpuslari esa to'liq metallitskiy alyumin korpus bilan jihozlangan, ya'ni ishlab chiqarilgan bo'ladi. Buni bitta orqa vidlarini ko'ringlar. Juda ham skromli. Ayniqsa kiberxavfsizlik va shunaqa RGB narsalarni yoqtirmaydiganlar uchun, gaming detallari bo'lmasin degan mijozlarimiz uchun ikkilanmasdan Asus TUF Gaming modelini va Acer Nitro'da V seriyalarini tavsiya berib qolaman. Notebookimizni, xo'p, endi qo'shimchalari bilan to'liq tanishib o'tib ketamiz. Notebookimizda nimalar bor? Podsetka kliatura bor. Faqat bu oppoq rangga yonib turadi. Notebookimiz o'zi skromli bo'lgan hisobiga 12 xil rangda yonmaydi. Bu aynan shunaqa RGB yoqtirmaydiganlar uchun maxsus ishlab chiqarilgan Edition varianti bo'ladi. O'zi Advantage Edition variantini hammasi RGB podsetka kliaturasiz bo'ladi. Xo'p, yana qo'shimchalari nima? Akustik sistema Dolby Audio akustik sistema bor. Bundan tashqari Hi-Res akustik sistema ham joylashtirilgan. Ekran dyumlari 16 dyumli, 240 Hz, 2.5 K QHD displeylari mavjud bo'ladi. Konfiguratsiyalari bilan tanishib o'tishdan oldin Far Cry o'yinida bitta test o'tkazib olamiz. Far Cry o'yinida eng past настройкаларда o'rtacha FPSimiz hozir bizda 120 FPS. Pastga qanday tushsak bo'ladi? Sredniy настройкаga qo'yamiz hozir.
ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir eng past nastroykasi edi, endi sredniy nastroykaga qo'ydik. Necha FPS beradi, uni ham ko'ramiz. O'rtacha bizda 85-90 FPS oralig'i grafikani ko'ryapsizlar, qanaqa bombaligini. Qayerga bor deyapti endi bu. Endi eng baland ultra nastroykaga qo'yamiz. Kaytda o'z ultraga qo'yib bo'ldik. O'rtacha bizda FPS 65 dan 70 FPS oralig'ida. Grafikani ko'ryapsizlar, ultrada qanaqaligini. Notebookimiz konfiguratsiyasiga keladigan bo'lsak, bu laptopimizda AMD Ryzen 7 7735H S protsessorlari joylashtirilgan, 8 yadro 16 potok, boshlang'ich Hz 3.2 Hz dan boshlab max boostda 4.7 ya'ni 4.70 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari 16 GB DDR5 4800 chastotida bo'ladi. Doimiy xotiralari esa 512 GB NVMe SSD. Budjetinglar ko'proq bo'lsa, buni bemalol 4 TB gacha kuchaytirsanglar bo'ladi. Video kartalari ikkita. Birinchi video kartasi AMD Radeon TM, bu ekonomistlar uchun. Ikkinchi video kartasi AMD Radeon RX 7600S 8 GB video kartasi mavjud bo'ladi. Bu notebookimiz kimlar uchun to'g'ri keladi? Professional video montajyorlar uchun, professional 3D Max ishlaydigan mijozlarimiz uchun, professional grafik dizaynerlar uchun to'g'ri keladi. Sababi notebookimizda 3D Max ishlash uchun ham, grafikada ishlash uchun ham, video montajda ishlash uchun ham hamma shart-sharoitlar bor. Ya'ni ekran 240 Hz plus QHD ekran, protsessori ham professional AHS protsessor va video kartasi ham naqd 8 GB bo'lgandan hisobiga grafikada ishlaydigan barcha sohadagi mijozlarimizga tavsiya beraman. Albatta professional grafikada ishlaydigan mijozlarimiz uchun. Notebookimiz yana qaysi sohalar uchun to'g'ri keladi? Men aytib o'tmagan barcha soha vakillari uchun to'g'ri keladi, birdek. Bundan tashqari programmistlar uchun ham tavsiya beraman. Kiber xavfsizlik sohalari, backend, frontend, umumiy dasturlar sohalarida ham tuyil ishlash imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Sun'iy intellektga ham bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, notebookimiz narxiga keladigan bo'lsak, notebookimiz narxini $669 qilib beramiz. 12 ta viloyat bo'yicha dastavkalari bor. YouTubedan ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, albatta bonuslarni qilib beramiz. Manzilimizni ham bitta sizlarga tanishtirib o'tib ketaman. Manzilimiz Andijon shahri 2-mikrorayon 245-uyda joylashgan. Xo'p, ko'pchilik boshqa manzillarga bora olyapti. Bizni Andijon bo'yicha bitta dona filialimiz bor, boshqa filialimiz hozircha yo'q. Keladigan bo'lsanglar, adminlarimizga biroz telefon qilsanglar, yo bo'lmasa Telegramdan yozsanglar, lokatsiyalarni tashib beradi. Agar Andijon shaharlik bo'lsangiz, o'zingiz bilasiz, Andijon shahri 2-mikrorayon Молочный tarafda. Orqa tarafimiz Молочный taraf, oldi tarafimiz 5-poliklinika taraf. Shuning uchun bemalol do'konlarimizga tashrif buyurib ham notebooklarimizni sotib olsangiz bo'ladi. Notebookimizni ham siz uchun olib qo'yamiz. Bugungi obzorimizni yakunlab beradigan model Acer Nitro V15 modelidan bo'ladi. Bu notebookimiz ham Asus TUF Gaming A16 modelimizga o'xshab juda ham skromli. Gaming notebookda bor elementlar ozgina bor, lekin umumiy olib qaraganda juda ham oshcha narsasi yo'q. Skromli notebooklardan orqa tarafini ham ko'ringlar. Notebookimiz ham ish uchun, ham o'yin uchun. Sababi og'irligi ham ROG Strix, Asus TUF Gaming, Victus-chalik og'ir emas. Notebookimiz holatlariga keladigan bo'lsak, juda ham yaxshi, zo'r holatda, ideal holatda turibdi, matoviy holatda. Ichki korpuslari yu ust korpuslari juda ham zo'r holatda turibdi. Xo'p, notebookimizni qo'shimchalari bilan birin-ketin tanishib o'tib ketamiz. Notebookimizda olov rangdagi patsiyetik keltiruvlari bor. Buni xohlasanglar o'chirib qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Faqat shu rangda yonadi. Ikkinchi qo'shimchasi Copilot sun'iy intellekti bor, ya'ni bitta bosadigan bo'lsanglar, sun'iy intellekt kelib chiqadi. Bu ham sizlarga bitta qulaylik. Notebookimiz akustika sistemalari esa DTS dan bo'ladi. Akustika sistemalarini, podsetkalarini, ekran sozlmalarini va to'liq kuler sozlmalarini NitroSense programmasi orqali bemalol sozlasanglar bo'ladi. Uni agar o'rnatib qo'yishgan bo'lsa, ko'rsatib o'tib ketaman. NitroSense ham bu Armoury Crate, Omen Gaming Hubga o'xshab notebooklarni to'liq ishlashiga javob beradi. Bu programma orqali bemalol batareyka sozlamalarini, kuler sozlamalarini, barcha notebooklar sozlamalarini bemalol qilsanglar bo'ladi. Notebookimiz ekran dyuymlariga keladigan bo'lsak, notebookimizda 15.6 dyuymli Full HD IPS 165 Hz displeylari joylashtirilgan bo'ladi. Parametrlari bilan endi to'liq tanishib o'tib ketamiz. Intel Core i5 13420H protsessorlar joylashtirilgan, 8 yadro 12 potok, boshlang'ich Hz 2.1 Hz dan max boostda 4.6 ya'ni 4.60 Hz gacha bemalol razgom ola oladi. Tezkor xotiralari
16 GB'li DDR4 3200 chasisida buni bemalol yana 32 GBgacha kuchaytirsanglar, yo bo'lmasa 24 GBgacha kuchaytirsanglar bo'ladi. Doimiy xotiralari 512 GBli, buni ham byudjetinglardan kelib chiqib kuchaytirsanglar bo'ladi. Bu notebookimizda ham naqd ikkita video karta joylashtirilgan. Birinchi video kartasi Intel UHD, ikkinchi video kartasi Nvidia GeForce RTX 5050 8 GBli video kartalari bor. Endi sizlar bilan to'liq Far Cry 6 da qanaqa FPS beradi, nima bitta ko'ramiz. Far Cry 6 o'yini Acer Nitro V15 modeli 65-70 FPS oralig'i ultra grafikada turibdi. Endi sredniy настройкаga qo'yamiz. Ya'ni to'g'ri sredniy ultradan past настройкasiga qo'yamiz. Xo'p. Video kachista. Mana ko'rayotganinglarda ultra turibdi. Endi высокий настройкада. Endi sredniy настройкаga qo'yamiz. Настройка, качество, средний настройки qo'ydik. O'rtacha bizda FPS 85 FPS oralig'ida beryapti. Endi eng past настройкasiga qo'yamiz, necha FPS beradi. Yana bitta sizlarga ma'lumot aytaman. Bu o'yinlarda hozir YouTube'imizga qo'yilgan notebooklarda bor o'yinlarda do'konimizga kelib ham bemalol o'ynab ko'rib, keyin xarid qilsanglar bo'ladi. Far Cry 6 o'yinida to'liq testlarni ko'rdinglar, qanaqa nima grafika. Endi notebookimiz kimlar uchun to'g'ri kelishini aytib o'tib ketaman. Bu ishlaydigan mijozlarimiz uchun. Notebookimizda bemalol kiber xavfsizlik sohalarida ishlasanglar bo'ladi, dasturchilik, programmistlik sohalarida ishlasanglar bo'ladi. Bundan tashqari video montaj, After Effects, 3D grafika va 2D grafika bilan bemalol shug'ullansanglar bo'ladi. Xohlasanglar Photoshop, xohlasanglar Illustrator, xohlasanglar 3D Max'da bemalol o'qib o'rganish imkoniyati bor. Notebookimiz bundan tashqari men aytib o'tmagan soha vakillari uchun ham 100% to'g'ri keladi. Sababi hozir aytib o'tgan soha vakillarim o'zi eng pikdagi eng pik ishlarni qiladigan soha vakillari hisoblanadi. Ya'ni eng og'ir ishlarni qiladigan soha vakillari. Juda ham zo'r holatda turibdi. Ishlab chiqarilgan sanasi 2025 09-oy 24-kuni ishlab chiqarilgan ekan. Notebookimizning sostenalari ham tiniq holatda, hali kullalari ham chayma bo'lgan. Notebookimizni ham sizlar uchun qo'yamiz. Videomizni yakunlashdan oldin har bir videomizda aytib o'tganimizdek va qo'yib o'tganimizdek mijozlarimiz uchun sovg'a qo'yib o'tamiz. Har bir videoda bo'lgan kabi video davomida so'zlar harflar chiqadi. Harflarni to'plab kommentariyaga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Bu safar ham kuller, ko'pchilik mijozlarimiz kuller yutolmagan hisobiga mana sizlarga yana bu safar ham kuller qo'yamiz. Xudo xolasa har bitta mijozimizga sovg'alari bugungi videoda yetib borgan bo'ladi. Assalomu alaykum YouTube'dagi mijozlarimiz hamda obunachilarimiz. Ikkita videomizda konkurs qilganmiz. Ikkita videomizda konkursdagi sovg'alar egasiga yetib bormagan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra adminlarimiz orqali. Shuning uchun hozir sizlar bilan sovg'aning egasini topib, analab, sirazi telefon qilib sovg'asini berib qo'yamiz. Mana shu videodagi konkurs qilganmiz. Oxiriga o'tsanglar mana kuller qo'yganmiz. Endi kuller deb qo'ygan mijozimiz bundan oldingi videoda aniqlangan edi. Mana shu akamiz Mijon H3E. Xo'p, raqamni hozir tekshiramiz. 93-081 51 93. Mana yozgan kommentariyasiga nom bering mana. Hozirlar bilan mana shu sovg'a qo'ygan edim. Sovg'alar hammasi o'z o'rnida turibdi, hech kimga bera olmagan, sotib olmagan. Kiminglar sovg'alarni ololmagan bo'lsanglar, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Hozir o'zimning nomerimni sizlarga beraman. Sog'inglarni ololmagan bo'lsanglar, kanalga qo'yilmagan nomer 715
o'ttiz mana shu nomerga telefon qilsanglar sog'ayadi. Обязательно o'zim topshiraman. Agar berilmagan bo'lsa lekin 99% holatlarda beriladi. Menimcha shu akamiz bo'lsa kerak. Alo. 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 Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Labbe. Telefon berish nomerdan? Ha, 93-081-51-93 ga telefon qiluvdi opa. Shu nomerdan chiqyapsizmi? Ha, shuni. Yo'q, boshqa nomerim bor, uni puli yo'q. Ha, bo'ldi. Opa, sog'ib yutgan ekansizlar laptopdan, YouTube kanalimizga to'g'ri topgan ekansizlar, kunlar yutgan ekansizlar. Shunga, bugun chiqarib yuboryapti-ku, manzilingizni mana shu nomerda Telegram bor, SMS qilib qo'ysangiz, manzilingizga chiqarib beramiz opa, BTS pochtadan. Bu shuni aytib qo'yaylik deb telefon qildik. Hozir shu nomerda Telegramimiz bormi? Bor opa. O'sha 93lik nomerimdan manzil topayman. Bo'ldi opa. O'g'lingiz yozuvdimi kommentariyani o'zingizmi? O'g'lim Umidjon. Bo'ldi. Borgandan keyin bitta video qilib qo'yadi, YouTube kanalimizga qo'yib qo'yamiz. Nimamizni lokatsiya tasayni yo manzil, to'liq manzil yozib yuboraymi? BTS pochtani manzillarini beraman, o'zingiz tanlab bersangiz bo'ldi opa. Telegramga yozib, sirasi tashib beramiz. Xo'p, o'sha 93lik nomerimga Telegram hozir qancha? Bo'ldi, xo'p opa, sog' bo'ling. Rahmat, xo'p. Mana bu birinchi o'sha konkursimiz yutgan mijozimiz. Xo'p, bundan keyin bu videomiz chiqqan, lekin montajyorimiz aybi bilan so'z qo'yilmagan. Bunda qo'yilgan konkurs bunda yutib olingan. Sababini tushuntirib ber desanglar, mana bunda konkurs bo'lib o'tgan. Bunda konkurs bo'lgan bu videoda, lekin montajyor so'zlab qo'ymagan. Shuni hisobiga bu mana videoda konkursini bunga ko'chirganmiz. Hozir ko'rasizlar. Mana shu videoda ko'rsanglar, so'zlar chiqadi. Umumiy so'z kunlar bo'lish kerak. Mana shu obunachimiz Faxriddin Qobulov shu mijozimiz yutib olgan kunlarda 10 kun oldi. Endi biz bu akaga hozir 2 minut oldin mana telefon qo'ydik, lekin ko'tarmadi. Hozir endi telefon qilib ko'ramiz. Username-ni ham tekshirasa, off the username, mana bu yerda ham off the username. Bu yerda mana Faxriddin Zardob tumaniga yozib qo'ygan. Hozir gaplashamiz. Alo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz? Ha, rahmat. Aka, laptopdan telefon qilyaptim YouTube kanalda. Magazindan to'g'ri. Ha, kunlar deb so'z yozgan ekansiz. Shunga yutib oluvchi aka kunlar. Shunga telefon qilyapti-ku, yozib prямой efirda edingiz aka. Alo. Eshitildimi? Eshityapman. Ha, kunlar yutib olgan ekansiz. Prямой. Ha, manzilingizni aytishingiz kerak aka. Jizzax viloyati Zardob tumani edi. Bo'ldi aka, yaxshi kunlaringizni ishlating, xudo xolasa. Bugun BTS pochtadan chiqarib yuboramiz. Manzilingizni yozib qo'ying, qaysi viloyatligini. Bugun BTS pochtadan chiqarib yuboramiz. 2 kun ichida boradi uzoqda aka. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Ishlash omad. Xo'p. Akamiz menimcha uxlayotgan bo'lsa kerak. Va yetib borgan mijozlarimiz bo'lsa, Telegramda, men telefon qilgan Telegram nomeridan rasmlarni, videolarni yuborib qo'yadigan bo'lsa, albatta YouTube kanalimizga oxirida qo'yib ketamiz. Sizlar bilan Muhammad Salam bo'ldi. Sizlar laptop kanalida bo'ldinglar. Har doim sog' salomat bo'linglar. Shunaqa qisqa obzorlarni yo'qotib qo'ymasligi uchun va chestni obzorlarni yo'qotib qo'ymasligi uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan tashqari sizlarga eslatmani aytib o'tib ketaman. Ko'pchilik bizni manzilimizni adashayotgan bo'lishi mumkin. Biz eski manzilimizda emasmiz. Eski manzilimizni nomini aytib o'tib ketmayman. Eski manzilimizga borib olmanglar. U yerda yopganimizga 1,5 yildan oshdi. U yerda biz faoliyatimizni tugatganmiz. Bizni 1,5 yil davomida Andijon shahar 2-mikrorayon Mashrab ko'chasi 245-uyda faoliyatimizni olib boramiz. Hozir ma'lum bir sabablarga ko'ra barcha shu mikrorayondagi bannerlar yopiq, ya'ni logolar, bannerlar bilan yopib qo'yilgan. Shuni hisobiga kelishinglardan oldin albatta Telegramdagi adminlarimiz yoki YouTube'dagi yozib qo'yilgan nomerlar orqali telefon qilib kelishinglarni iltimos qilib qolamiz. Sababi ko'pchilik boshqa manzilga borib qolyapti, boshqa manzilda yomon situatsiyalar bo'lib qolyapti. Shuni hisobiga sizlarda shu yomon situatsiyaga tushmasligingizni oldini olib
Shunaqa iltimosnoma qilib chiqyapmiz. Keladigan bo'lsanglar, telefon qilinglar, sizlarga tushuntirib berishadi. Telegramdan lokatsiyalarni ham tashib berishadi. Har doim sog' salomat bo'linglar.